Chorvada tuz shunchaki oddiy narsa emas. Bu molning va qo'ylarning mashinadagi 100 markali benzini kabi. Agar molingiz va qo'ylaringiz yaxshi semirmayotgan bo'lsa, bu ko'p hollarda aynan tuz tanqisligida bo'ladi. Tuz nima uchun kerak? Birinchidan, tuz ishtahani ochadi. Keling biz buni chorva mollari misolida ko'rib chiqamiz. Mol tuz yalasa oshqozoni yaxshi ishlaydi, yegan yem-hajagini yaxshi hazm qiladi. Tuzsiz mol go'yoki motorsiz mashinaga o'xshaydi. Qancha ko'p yem bersangiz ham baribir yaxshi vazn olmaydi. Ikkinchidan, tuz molning qoniga, suyaklar va mushaklarga quvvat beradi. Tuz yetishmagan molning juni xira tortadi, o'zi holsizlanadi, hatto zerikkanidan yuvragi tuproq yelashni boshlaydi. Bu esa kasalliklar eshigini ochadi. Qanday tuz berish kerak? Tuzni yemga aralashtirib emas, yalama tosh tuzi holida yoniga osib qo'yganingiz ma'qul. Mol o'zi qancha kerak bo'lsa shuncha yalab oladi. Eng muhim qoida, tuz qo'ygan joyingizda suv doimo to'la bo'lishi shart. Agar tuzni yeb ketidan suv ichmasa, molning ichi qotib qolishi yoki teskari ta'sir qilishi mumkin. Qisqasi, molga tuz qo'ying, molingiz sog'lom bo'lsin, ishtahasi zo'r bo'lsin. Chorva kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Hali qiziqarli ma'lumotlar oldinda.